Bodomcha bezining kattaligi bu juda ham katta hisoblanadi bu. Men ko'rsam teshiklari ham katta, men pensiyaga kirib ketadi ko'rasizlar. 4 yosh bemorimizni ota-onasining shikoyatiga qaraganda timni tomoq og'riydi, burni bitadi, hattoki bo'g'ilni og'rishi ham o'tgan. Surunkali tanzilit toksikalik o'z birinchi formasi juda ham katta angina, ham kattalik jihatdan xalaqit beryapti, ham tez shomolashdan xalaqit beryapti. Bunaqa holatda olib tashladi. Aynan bizning klinikada kablatda olib tashlaymiz. Buni olgandan farqi kam qon ketadi. Operatsiyadan keyin bitish ehtimoli tezroq bo'ladi, og'riq ham nisbatan kamroq bo'ladi. Mana ko'rasiz, anginaning o'rnini oqarib qolgan, o'sha oqarib qolishi aynan kablatda olinsa mana shunaqa bitadi. Ya'ni oqarib qoladi. Agar eski usul olinsa, mana shu qorayib kuydiriladi. Bizning klinikada mana shunaqa usulda operatsiya qilinadi. Deyarli qonmaydi. Bodomcha bezining kattaligi bu juda ham katta hisoblanadi bu. Xalaqit beradi, nafas yo'lini bekitib qo'yadigan narsa. Men ko'rsam teshiklari ham katta, men pensiyaga kirib ketadi ko'rasizlar. Yo'q ovqat qoldig'i, yiring, shiliqlar yig'iladi, har xil hid chiqishiga, infeksiya manbaiga aylanib qolganda bu. Shuning uchun buni olib tashladi.